Baş sen de baka. Sen qada qilib bu turma kirib qoldi. Men zukandab qilib. Mana emas qacha. Zukandab qolgan odamni turma tashlaydigan qarzdorlarning qonuniga va. Shu anglab turmamsa. Men bir o'g'il kelgandim. Zukandab qoldim men. Bir tush ko'rsam, eliqni saqlab adaş oğlum gitti şu. Ona nega gapni pichtam qilma va. Shu anda. Sen qanday qilib turma kirib qolding? Men u kuni ko'zoynakni taqimabdiganman. Mana qacha. Ko'zoynakni taqamagan odamni turmaga tashlaydigan qarz davlatning qonuniga u. Shu. Öyle mi anlab turmamsa? Men u kuni shunda bir o'yga o'g'liq chiydim degina. Shunda kirsam bir boyvachining uyiga ma'lumlik shundachi. U kuni ko'zoynakni taqimag'achqa bexatarlik sandiqning spir taqsini burayman deb radioni burab o'chiribdimi degina. Vahmı da aval çıktı lan. Yigit oğlum kaldı. Ulan domini kaldı. Ya sen bir dakika bak sen kandalda bir Açık kaldı. Ben sokup tükeme. Bana kaça. Resmi durumu kusurlarının Aşağı besme. devletin kanunu var. Anlattım sizler. Ben bir dükkanda oğlak kırdım da lan. Ne? Şükür ben tasdik içip şunda qarasam. Mal mülk, pul bicek, yemek pişmek. Xuda bir omadim keldi dedim bu. Shunda aydan. Shunda qarasam. Üstü kaldı mı? Shunda qarasam. Ömrümde en yaxshi ko'radigan suyimli araqtimanda. To'xta. Bir ishchi bo'lib, anaqdakin oladiganimni elab mamay dedim-da. Shunda qilib og'zimga araqni shunda bir takkinni bilma. Bir butul araqning hammini ichiblar. Mas'ul uxlab qoldim-a. Ulan hepsi ishga kelganlar meni tutib chiroyli bir şey keltiribdi. Ve arak işlerinde işimiz var. Şuraya. Oraya taşla.